Ot pişmaydı, suda pişidi. Nimişqa burundan tatip göç istimal kılıp kelgen turugluq. Burun köyürülmegen bir kısım kesellikler hazır nimişqa payda olayotidu. Çünkü bizning göçni istimal qilish usulimiz to'g'ri bo'lmayotdi. Göçni pishirib istimal qilamidik. O'tib pishmaydigan go'shtni kebab qilib yeyaverdik. Suvda pishirib to'g'ri usulda istimal qilishni, muvofiq usulda istimal qilishni bilamidik. Şuna hazırki 3 yuqori qon besim, qandı may, diyabet degandekidek. Şuna keselliklarning ko'plab paydo bo'lishi, buning da go'sht sababchi deb hamma odam go'shtni iste'mol qilishdan cheklash. Bu muvofiq emas. Bizning an'anaviy yemeklik odatimizda go'sht bizga nihoyat yaqin. Biz go'shtni arlanmaymiz. Go'shtni iste'mol qilishda abiyam degandekidek en yaxshi iste'mol qilish usuli suvda pishirib iste'mol qilish. Buningda tuluq pishidi, unumli tarkiblari tuluq ajralib chiqadi. Go'shtni yemasakmi, suyini ichsakmi quvvati bo'ladi. Chunki badanga oziqlik quvvat lozim. Shunga hozirgi zamonda bir tarafdan go'shtni cheklaydi, yana bir tarafdan birimizni cheklaydi. Amaliyotda badan kundan kunga ojizlab nurg'ulg'an kasalliklar paydo bo'ladi.